وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Er kişinin yatak öydün başka öyge yatak ayırıp yetiş hakkı var mı? Er kişinin ayalını başkalardan külleş hakkı var mı? Erinin ayalını külleşnin çeki var mı? Külleşnin yaxşı ve yaman tarafları nimelerden ibaret? İslam'da er ayal arasındaki sirni içişnin hükmü nime? Turmuşta er ayalını küçü yetmeydiği işlere buyuruş hakkı var mı? Qini söhbetimizden davamıga merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Hürmetli qarindoshlar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz sohbetimizning ilgirki qismlarida nafaqa haqqi va yaxshi muomala qilinish haqqi qatorliq ayollarning erlari ustidagi haqlari va uning aloqador masalalarni bayon qilib o'tgan edik. Bugun biz Allohning yordami bilan huquq va mas'uliyat nomli programmamizning 3-bo'limini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini Huquq va mas'uliyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustoz, suhbatimizga qaytib kelganligingizni qarshi olamiz. Hurmatli ustoz, biz suhbatimizningki 3-bo'limida erning ayoliga Allohni tanitish va uning itoatiga chaqirish mas'uliyati to'g'risida to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة degan oyatda ey müminler o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan saqlanglar deb bizga xitob qiladi. Qanday qilganda er kishi ayolininki diniga ahamiyat bergan bo'ladi. Bu yuqorqi oyatninki ruhiga asoslanganda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kishining o'zi yaxshi ko'radigan yaxshi ayoli bo'lgan shaklda ayoli xizmatini intayin mukammal shaklda voyaga yetkazib ado qiladi, er kishiga xizmat qiladi, kiyimlarini yuyadi, ko'ngil biladi. Ammo er kishi bular bilan qanoatlanib ayolining diniy saviyasiningki, diniy tushunchasininki qanchalik darajada ekanligiga diqqat qilmay qoladigan ahvollar bo'ladi. Chunki deb o'tganimizdek er kishining bütün ishlari normal ritmga tushib bo'lgan. Bu ayol shu intiladigan bo'shliqlarning, hayotda intiladigan bo'shliqlarning hammani to'ldirib bo'lgan. Kiyimiga qarasa, choylar quyilib, qatlanib, dazmollanib, o'rniga qo'yilgan, uyga kiysa pokiz, tomoqlari issiq etilgan bo'ldi. Ammo buni bilan qanoatlanib qolsa, bu kishi bo'lish bilan ayoli ustidagi mas'uliyatni ado qilmagan bo'ladi. Şu işleri bilen bu kişi buluş bilen gafil olup kalmaslık gerek. Soruş gerek ki özüdün. Ayalımның dini düşüncesi qanchalik. Ayalımda Allah'a itaat qilishqa ayalımni haydagudek bir holat bormi yo'qmi? Yani taqvo emasmi? Robbi bilan qanday shaklda muomala qiladi? Ana bu noktalar hakkında kishi o'ylanib baqish kerak. Gerçi o'zining haqqini, erning haqqini ayol kishi, erning arzu, umidlarini yoki talablarini to'liq urundigan taqdirdimi, Alloh subhanahu va taoloning haqqini
to'liq ado qildimi, qilmadimi, buni eslash kerak. Chunki qiyomat kunisi er kishining jannatga kirishining oldini to'sab qo'yilgan bir narsa ayoldir. Manda bir so'zlar bor. Qiyomat kunisi inson shundoq bir holatga duch keladi. Ya'ni o'zi do'zaxga kirishdan ilgari dadasining do'zaxga kirishini talab qilgandek bir holat bo'ladi qiyomat. Nima uchun? Chunki dadasining mas'uliyat doirasida o'sib yetilgan bu bola o'zining mushu holatga kelib qolishining sababchisi dadasi deb qaraydi. Ya'ni aynı şekilde ayol kishi er kishiga berilgan bir tarbiyalash bosqichida, er kishiga berilgan tarbiyalash bosqichi bo'ladi. Masalan, hayotga yangi kirib, hayotni ma'lum darajaga davom qilgan chaqgacha er kishining bir tarbiyalash fursati bo'ladi. Shu vaqtning o'zida er kishi ayol kishini o'zida bor bo'lgan tushunchaga olib keladimi yo'q, bu nuqtalardan so'riladi. Bizning da'vat qilimiz shuki, bayatdan az ilgari o'qilgan oyatning mazmuni bo'yicha er kishining butun arzu umidlari hal bo'lib, turmush talablari qinib bo'lgandan keyin diniga diqqat qildimi, qilmadimi, bu nuqta intayin muhim. Buni Qur'oni Karim aslatib o'tadi. Odatda Qur'on hadislarning insonga xitob qilish metodiga qaraganimizda inson o'zi intilib qiladigan ishlarga bek buyurmaydi. Chunki insonning tabiati. Masalan, Qur'oni Karimda balığı kuyunish haqida hadislarda mas'uliyat nuqtasidan ta'limotlar bo'lsa-mu, favqulodda haydamaydi. Nimishqa insonning vujudida o'zining balasiga nisbatan kuyunish bir xil tuyg'usi bor. Chunki bala yurak bor. Ammo ota-onani unutib qoladigan bir ahvol bo'lg'achqa, Qur'on takrar shaklda qanday qiladi? İnsanın ota-onasiga yaxshilik qilishga eskartadi. Shunga o'xshash shaklda inson o'zining talablari kam qolgan vaqtida, o'rindalmagan vaqtda darrov hisobot qo'yadi. Tamoqi joyida bo'lmasa, oilasi ishlari joyida bo'lmay qolib qolsa, bir haqqi kam qolib qolsa, sen uni qilmading, buni qilmading. Ammo mushularning hammasi halol bo'lgan vaqtida shunday bir beg'ofil holatga keladi-ki, o'zining talablarining hammasi o'rinda. Dal mushu nuqtadan bayatdan o'qilgan, az ilgari o'qilgan oyatda nima deydi? Sizlar oilanglarni do'zaxdan qanday qilib qolinglar, saqlab qolinglar. Chunki oilaningki mas'uliyati ayol boshda bola vaqilari hammasi qo'shilib oilaning mas'uliyati kimning ustiga tushadi? Erning ustiga tushadi. Ya'ni bu yerda shunda deymizki, kishi o'zining moddiy nishoni, moddiy orzu umidlarini hazırlab bo'lgandan keyin, buning erishib bo'lgandan keyin, endi ayol kishininki oxiratlik ayol kishini kutadigan bir taraf bo'ladi. Bu amalga oshdimi, oshmadimi, buni surishti qilishni o'tkazadi. Buni Qur'oni Karim bizga eskartib o'tadi. Endi er kishi ayolining iymoniy tushunchalariga ahamiyat bergan vaqtida, namoziga ahamiyat bergan vaqtida, ayoli eriga Allohni deb turib itoat qilish yoki itoat qilmasligi bu nuqtaga ahamiyat bergan vaqtida bu nimani ifodalaydi desa, er kishining ayoliga bo'lgan vafodorligini, sadoqatmanligini ifodalaydi. Bu eng yuqori darajadagi bir vafo, er ayol o'tirdiki bir vafo. Chunki bunda er kishi, ya'ni ayol kishining dunyoviy taraflaridan boshqa oxiratlik taraflarga ko'ngil bo'lganligining o'zi nima desa, ayol kishining moddiy taraflaridan to'liq o'zining istaklarini, talablarini ep bo'lgandan keyin hamda ayoliningmi kelgusida oldimizda bizni kutib turayotgan hayotda ayoliningmi o'ziga o'xshash bir hayotga erishish uchun qilgan sa'isi hisoblanadi. Bu nuqtadan biz er kishining bu ish harakatlarini, bu xil ko'ngil bo'lishlarini ayoliga bo'lgan nima deymiz, hamda buni vabosi deb qaraymiz. Endi buning yo'li nima desa, ayol kishining bu iymoniy, diniy, islomga bo'lgan tushuncha ahvollarini pat-pat sinab turishi, buni ko'ngil bilib turishi kerak dedik. Buning uchun eng az oilada 24 soat ichida yarım soat suhbat muhiti hazırlash kerak. Normalda bir uyda o'tirib qolib, turmush, tijorat, xizmat, har xil munosabatlar bilan attigan chiqib ketib, kechda qaytib keladigan, masalan, attigini tong bilan chiqib ketib qarang holat. Kechda bolalar uxlab qolgan vaqt qaytib keladigan bir erlar bo'ladi. Ko'p hollarda oilasidan xabarsiz qolib qoladigan. Ammo cho'qim vaqt ajratib,
en az başka üzünün ihtiyacı boğan işlerde tabii paranlaşır bu. İhtiyacı yok halette ayağla bilen yarım saat söhbetleşiş, ayağının fikrini anlaş, üzünün fikrini qanaqlaş, anlatış. Bu ahvallarga alohida ko'ngil bo'lish kerak. Yani ayağının nemi talebi var? Qanday xil seviyedagi tushunchaga ega buni ayolidan eng az deganda 30 minut atrofida qanaqa qilish kerak, anglash kerak. Shuna olganda ayoliga turmushning ahvolini tushuntiradi, turmushning asli nishonini tushuntiradi. Bu turmush safarida bu ikkilanning nimani nishoni qilib ketayotganligini tushuntiradi. Beqiyotgan bolalarning bir yuk emas aileге nisbatan kelgusi jamiyatning asosini yaratish uchun tirishayotgan bir avlod kelgusi jamiyatning sohiblari ekanligini ayollarga tushuntirish kerak. Bu orqali go'zal bir oila o'rtaga chiqadi. Alloh subhanahu va taoloninki azizlar o'qigan sura Tahrimning 6-oyatidagi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Bu birinchi qilib erkishning o'zini do'zaxdan saqlab qolgan bo'ladi va ahlikum o'zining oilasini do'zaxdan saqlab qolgan bo'ladi. Ailede eğer bu xil şekilde ko'ngil bilish bo'lmagan ahvol ostida masalan deyli bir misol olsak ayollar kiyim meselesi ayollarga nisbatan bizde hassas sezgir muhim meselelerden birisi. Balkonlarga layık olmagan şekilde kiyimler bilen çıkıp kaldı mı, sırtlı çıkan vakitte layık şekilde icaplanıp, yögünüp çıktı mı, çıkmadı mı? Küllükü anca Kur'an okudu mu, okumadı mı, namazlarını vakti okudu mu, okumadı mı? Bu noktalarını alohida qanaqa qilish kerak, er kishiga ko'ngil bo'lish kerak. Shu oyatdagi er kishininki o'zini va oilasini o'tdan, ya'ni do'zaxga kelib qilishdan saqlanganlik bo'ladi. Demek yuqoridagi so'zlarga qaraganda erning oilada birinchi bo'lib mas'ul bo'lgan ishlardan ayoliga sog'lom aqidadan chiqish, shariatni o'lcham qilgan amaliy va axloqiy turmush muhitini barpo qilish Allah'ın üstündeki mesuliyet demek mi yani? Elbette. Yani bu emniyet yeni bir noktadan qargan vaqtida ayol kishiga berilgan eng cho'ng ne'mat. Allah Sura Shura'nın 88-89 oyatlarida qiyomat kunidagi insonning ahvolini bizga tasvirlab, "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Qiyomat kunida insonga asqatadigan narsa nima bo'lsa, sog'lom qalb. Yani sağlam qalb degan nima desa, Allah'ın narazı qiladigan, havaslar olmaydigan qalb. Sağlam qalb degan nima desa, Allah'ın vahiysiga qarshi gap so'zlarga ishonmaydigan qalb. Sağlam qalb degan qanday qalb desa, Allah'ın g'ayriga ibodat qilmaydigan qalb sağlam qalb. Er kishi yani mush nuqtalarga alohida diqqat qildimi, qilmadimi? Ayolının fikrinin şeriatga uygun keladigan kamaydiganligiga diqqat qildimi, qilmadimi? Ayol kishining Allohni norozi qiladigan orzu, havaslari bormi, yo'qmi? Bunga diqqat qildimi, yo'qmi? Chunki er kishining butun ishlari hammasi tamomlandi, hojati qamdaldi, orzu moddiy jihatdagi uning talablari o'rindaldi. Buning ayol kishining sizga qilayotgan xizmati sizga yoqdi hisobda, sizni rozi qildi, uning go'zalligi sizni rozi qildi. Endi uning iymoni sizni rozi qildimi? Alloh qo'ygan itoati sizni rozi qildimi? Alloh qo'ygan yuzlanishi sizni rozi qildimi? Bunun alohida ko'ngil bo'lishingiz kerak. Er kishi bo'lsa. Bu er kishining ustidagi bir mas'uliyat va er kishining ayoliga bo'lgan vafodorlik masalasi. Endi hozirgi savolga kelgan vaqtimizda yani er kishi o'zining ayoliga vafodorlik qilish va mas'uliyatni ustiga olish uchun yuqoridagi yetaklash ahvolini kuzatib turish, uning umumiy ahvollariga ko'ngil bo'lish dedik. Bir nihoyatda muhim gapdan birisi var arabchada. Faqidu shay la yu'tihi. Biraz yo'q odam yo'q narsani haqqa bermaydi. Endi er kishi ayol kishini yuqorida degandek bir yo'lga akirish, uningga ko'ngil bo'lish, uning bilan o'rtaq tushunchaga kelish, Allohning ko'rsatib bergan bu ta'limotni o'rtaq o'rindash uchun er kishimi shu shaklda bir sabo saviya bo'lish kerak. Chunki nikoh qilingan minutdan tortib er kishi ayolining axloqidan mas'ul, dinidan mas'ul, Robbi bilan bo'lgan aloqasidan mas'ul. Ayollik unda dinaz emas ki, bu büyük bir mas'uliyet. Endi inson men normal
Cemiyetdeki adamlar qanday yaşasa şunday yaşayman dep oylasa, tamam, onda çoğ mesele yok. Ama ben Mümin peti yaşayışım gerek. Mümin aile süpütüde yaşayışım gerek. Allah'ın nazarında yukarı mertebelerge öğrülüşüm gerek dese, özünün hayat hemrayının mı şu şekilde kelişige Allah'ı köngül bölüş gerek. Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem er-ayallık münasebetinin Allah kulçılık kılışı olduğu özara hemkarlış arkalık takamülüşünü doğrusu da bayan kılgan bir hadisi esim kıvatıdı. O hadis olsumu kişi keçide turup teheccüd namazı okup, ayalını mı teheccüd namazı okutup, eğer oğanmasa onun yüzüge soğuk su sipip, okutup, xuddi ayal kişi mi keçide turup teheccüd namazı okup, yerini mi teheccüd namazı okutup, eğer oğanmasa su sipip, namazı okutup. Yani bunu okşagan, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acayip çıraylık uslup bilen bunu bayan kıp bergilik. Yani bu arkalık er-ayallık münasebetinin ki ibadette hemkarlışının ottuğu çıkırganlıkını gösterip bergilik. Bu taat ibadetten normal devam kılbatkanlıkının delili dep karaymiz hem de turmuşta. Yani bu hadiste bayan kılıngan bu ifade er-ayalı oturustaki cismani cihette, ruhi cihette bir ten, bir ruh, bir fikir ayrılışının bir tasviri. Yani er kişi, ayal kişiye özünün Rabbini esıltıdı, uygutudu, kolunduğun barlık güzel vasıtalarını kullanıdı. Aynı şekilde ayal kişinin irige Rabbini esıltıdı, uygutudu ve bunun için güzel vasıtalarını kullanıdı. Bu xil güzel bir muhitning davamlashi uchun her ikkili taraf bu muhitni qayta tekrar, yani mushu holatning shakllanishi, mushu muhitning texmi güzel holatga kelishi uchun qarshi tarafni rag'batlantirish kerak. Ayoli erini uyg'otdi. Unda uyg'otsam uxlab qo'ymaydi. Unga kaymasdan unga tashakkur, minnatdorlik bildirish kerak. Yani etsi bu şekilde uyg'otishga uni rag'batlantirish kerak. Ben hoş oldum mesela. Senden ben hoş oldum. Ben uyg'otib qo'yganliging uchun rahmat degandek mesela. Eri ayolini namozga eskartgan vaqtida, "Men namozdan vaqti uyda ketib qolay" deb qoldi. "Men namozimni o'qib ol" desa, ayol kishi erining qilgan bu ish uchun eriga ehtirom bildirish kerak. İkisining o'rtasida moddiy hamkorlik, moddiy manfaat birisiga nisbatan o'rtaga chiqqandan keyin bu xil ma'naviy, bu xil uxraviy o'rtoqlikning o'rtaga chiqqanligi ikkili tarafni xursand qilish kerak. Bu bir tarafdan bir tan, bir ruh, bir fikr, bir manhajga aylanish olsa, yana bir tarafdan bizning dinimizning cho'ng bir prinsiplaridan birisi bor. Ya'ni haqiqatga tavsiya qilish, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan qana qilish. Bunun ailedeki bir ifadesi. Allah razı olsun. Biz şunu bilen ayollarınki erlerinin üstüdeki haklardan boğan 3. hukukni akıllaştırgan bulduk. Biz hazır 4. hakkı ötümüz. Bolsumu erinin ayalı üçün zinnetlenişi. Hemençe bu mavzu bazıları anlasa, bu ekşimi, yasanamdı, zinnetlendi dep böylece düşünüş mümkün. Ama bunu dinimiz alaydı bu meseleye ehemmiyet verip, fikri-şunas alimler bu vakti alaydı o vakti toxtulup, onun ehemmiyeti doğrusu toxtulup, alimler o meselenin ehemmiyeti doğrusu toxtulup, bunu ayal kişinin ki qandaq er üçün zinetlenişi kerak bolsa, erning mi ayali üçün uyida zinetlenişi, chiroyli kiyinishi, chiroyli yasinishi kerak ekanligi to'g'risida alohida to'xtalgan. Hem ayol kishininki haqqi deb qaragan. Shunga bilan birga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mu sizlar ayollardan nimani yaxshi ko'rsanglar, ya'ni ayollaringlar sizlarga qandoq davranishni, qandoq yasinishni, qandoq muomala qilishni yaxshi ko'rsanglar, sizlarmi ayolinglarga shuni qilinglar. Chunki ular sizlardan shuni istaydi. Ya'ni ayollar uchun, ayollaringlar uchun zinatlaninglar,
chiroyli kiyininglar, chiroyli yasaninglar degan mazmunda bir asar bayon qilinadiq. Buni asoslanib turib, ya'ni ayoli uchun zinatlanishi lozim bo'lamdi? Endi bizning bugun yashayotgan bugungi zamonimizda er kishi ayoli uchun bir ishni qilishni xuddi o'zining erlik g'ururining dafsandog'ini, erlik martabasining tushib ketganidek bir xil hissiyat, tuyg'u o'rtaga chiqib qolgan bo'lsa, ammo amaliyotda haqiqatan bu sünnet yani Resulullah'ınki bizge ailevi göstergen bir prensip yolu. Her kişi özünün ayarınınki güzel şekilde ortaya çıkışını aldı da güzel şekilde duruşunu konu isteydi o. Neden ayarının mı bir insan buluşu tuturen, irininki aşta buluşunu istediği halkını unutup kalıyordu. Emniyette ikisi okşaş hissiyatı iyi bir insanlar. Ayale, eri nimeni yaxshi ko'rsa, shuni yaxshi ko'rdi. Ayol nimeni yomon ko'rsa, shuni yomon ko'rdi. Ayollarimizning oldimizda loyiq olmagan shaklda yoki ko'rimsiz shaklda ko'rinib qolishni biz yaxshi ko'rmagandek, aynı shaklda ayollarmi erlarininki ko'rimsiz yoki boshqa shaklda ko'rinishini qanaqamaydi yaxshi ko'rmaydi. Xuddi erininki sirtqi gap bor, shuni biz ishlatib qolamiz, sirtqi qarab qolmasligi. Ko'zlarini nomahramlardan saqlab qolish uchun ayoli uningga yasinib, uning shu ehtiyojini qondab saqlab qolganidek, er kishimi ayolining sirtqi qarab qolmasligi. Endi sirtqi qarab qilish degandan bir cho'ng bir jinoyatni ya demagan taqdirdimi? Ammo oy fikir xiyanat oldu. Yani oy fikir xiyanat da bir narsa var. Yani özünün ayoli üçün güzel bir manzirada turmagan yoki o'ziga ahamiyat bermaydigan er kishining ayoli balkim ko'nglida erim palanidek, pukunidek masalan kiyinsichu yoki mundoq yuzchu yoki ma tozliqiga ahamiyat bersa, yoki kiyim kichkina mundoq ratlik yursa, ya soqol burutni chiroyli yasab yursa degandek bir o'y fikrlar bo'lib qolish ehtimoli bor. Bizning bu yerda da'vat qilamiz, ya'ni bayatdan deyilgan Umar radhiyallohu anhuninki sizlar ayollardan nimani kutsanglar, nimani yaxshi ko'rsanglar, erlar ayollar sizlardan shuni yaxshi ko'radi, shunga boshqa zina alinglar deganning ma'nosi bu bo'lishi kerak. Bir asardan birisi var. Aslihu rihalakum ve hassinu libasakum hatta takunu ka'annakum shamma beynan nas. Yani o'zingizning uylarini güzel şekilde yani tağda kibarisi var bu yerde. Yani turalgı joylarini bir güzel şekilde ekilinglar. Kiyim-kechaklarni chiroyli kiyinglar. Chiroyli kiyinglar, isrof qilinglar, ma'nosi emas yani. Ba'nasini chiroyli shaklda, ratlik shaklda kiyinglar bo'ladi. Sizlar kishilarning ichida bir güzellikning ulgusi bo'linglar degan bir tavsiya bor. Bu amaliyotda dinning ibodat qismi va aqida qismi va muomalat qismi va undan boshqa dinning zavq qismi va ya'ni boshqalarning bir güzel tuyg'uga kelish uchun yoki boshqalarning bir tabassumini yoki boshqalarning bir ko'ngil xo'shligini o'rtaga chiqishning dinda ajoyib bir o'rni. Bu ajoyib bir savobning qatoridan. Bu ish tabiiyki oiladan boshlanadi. Ya'ni ayolingning huzurlanishi, uning ko'ngil xo'shligi, ko'ngil ozodligi bu intayin muhim bir halqa. Masalan, bu sizning bu so'zlardan masalan ota-onaninki, erning va ayolninki oilada ratlik kiyinib, ratlik chiroyli, ozod kiyinib, uylarni pokiz tutib, tozliqqa ahamiyat berib qilishining o'zi farzandlarning shu hayot, shu muhitga ko'nab, chiroyli uy tutish, chiroyli kiyinish, tartibli bir hayotga ko'nishida asos va deb qarasak bo'ladi. Intayin muhim. Yani bir ailede yaşayan bir neçe şahsının hammasininki ruhi halatiningki normal, tamponlukni saqlagan şekilde olup, hayattaki hizmetlerini normal meniş için şu ailedeki her kişi, meyli er kişi, yoki ayol kişi, bala, ata hammasi
Şu retliklik, tozalik mesela yine normal holatiga qanaqa qilish kerak kafolatlik. Tabii ki hozirgi temamiz er ayol isto'g'achqa bizning davom olgan misollarimiz, qilgan gaplarimiz er ayol ustida bo'ladi. Amaliyotda hamma bilan bu jihatda o'xshash. Hatto bir sinfdagi saboqdoshlar. Ya'ni bu yerda vaqt munosabati bilan tabiiy u yerga berib ketib bo'lmaymiz, ammo payg'ambar alayhisolamningki ne'matning ta'sirining bandida ko'rilishini Allohning yaxshi ko'radiganligi haqida bergan ta'limotlari bor. Çaşları çoğu qalat kelsa, onu sen berib o'ngshab kelma holatingni deb buyurgan nurg'un qissalar bor. Kiyimlari rassiz, juljul kelgan kishilarga sening bir narsang yo'qmi desa, voy mening manchi quyim bor, manchidan tugan bor deb bir cho'ng hozirgi vaqtdagi pul hisob qilsak, millioner puli bor odamlar bularga qayg'ayalar bor. Ya'ni atrofidagilarning tuyg'usiga hurmat qilishmi dinning bir talabi. O sen normal holatda kiyinmasan, normal o'zing taqoturga diqqat qilmasang, tozligiga diqqat qilmasang, o shaxsiy mening ishim deb shaxsiyatchilik qilsang bo'lmaydi. Yani çünkü sen xalq bilan yashaysan, qachon bilan yashayotganlar va bulukmi bugungi temamizga munosabatlik er ayoli eriga nisbatan, er ayoli eriga nisbatan bular chambarchas bog'langan bir kishilar. İchki tashqi jihati bog'langan bir kishilar. Bular birisi-birisini o'zaro zavq qilish kerak yani. Güzel tuyg'u bo'lish kerak. Çünkü bu ikkilan normal sinfda o'tirib dars o'qiyotgan ikki saboqdoshga o'xshamaydi. Dars o'qiydi, olib ketmaydi bular. Balki hamkorlashib kelgusini yaratayotgan bir jamiyat zavodi desak bo'ldi bular. Çünkü bu ikkisining qo'lidan kelgusining sohiblari chiqadi. Agar muvofiq, ya'ni go'zal bir muhit yaratilmaganida kelgusiga o'tirib chiqmoqchi bo'lgan, sizlar degandek u oiladagi bolalar qancha chiqmoqchi? O qalaymagan muhit yo'g'ilgan bolalarning ahvoli nima bo'lmoqchi? Bir kişinin qalaymansızlığı, yani qalaymakanlığı, meyli kiyim-kechak tozliq jihatda olsun, şu muhitga ta'sir qildi. Atrof mashta bo'ladi, oilami shunda bo'ladi. Eng oxirida shu bolalarning ko'ziga hamma narsa shu paytda singadi. Jamiyatda o'rtaga chiqadigan kelgusi jamiyatning sohiblarininki bu shaklda o'rtaga chiqib qolishi intayin xatarli. Şunlaşqa inchik munosabatni aytgan vaqtda ayolga, ayol eriga güzel şekilde ko'rinishga alohida diqqat qilish kerak. Bu qarshi tarafning haqqi. Her bir tarafga nisbatan. Xulaslasak, erlar ayollarninki güzel şekilde tertiplik bir turmush muhitini barpo qilishni oilada istaganiga o'xshash. Erlardimmi ayollar shuni istaydi? Aynı şekilde. Buni masalan Qur'on Karimdagi "Wa lahunna mislullazi alayhinna bil ma'ruf" degan oyatga yig'inchoqlasak, dal bu oyat yani insanın normal şahsi tabiatini bizga isbotlab beradi. İnsanın tabiati bu asli. "Wa lahunna mislullazi alayhinna bil ma'ruf." Meyli er olsun, ayol olsun, onun üstüge yüklengen mecburiyetke o'xshash erishishga tegishli bir haq-huquqlar var. Meyli ayol kishi olsun, er kishi olsun. Er kishinin bu erishishga tegishli narsalari var. Ayol kishining bu erishishga tegishli narsalari var. Bu narsalar qarshi tarafga o'tkazilgan vaqtda mas'uliyat shaklida o'tkaziladi. Yani o'zimizni tushunamiz biz erlar bu sifatimiz bilan. Bizning ulardan talab qildi, nimani talab qildiganligimizni bilamiz. Hamda shu shaklda ayollarning bizdan shuni talab qildiganligini asdan chiqarmaslik kerak. Allah razı olsun. Biz ayollarninki erlar ustirgan bir haq qo'ysak, bu kullash haqqi. Buni fiqhshunos olimlar kullash haqqi deb atagan. Haqiqatda ba'zi ayollar erlerning boshqalarning kullishini xohlasa, ya'ni ba'zi ayollar erlerning kullishining yomonligidan, ya'ni boshqalarning kullishining yomonligidan, ya'ni erining oshirib kullishidan shikoyat qilib qilgan ishlar bo'lganlik, buning ba'zi bir amaliy voqeaga shohid bo'lgan yerim bo'ldi meningki. Tabii bo'ldi. Ayol orasidagi, ya'ni er ayol orasidagi bu kullash ba'zi munosabatga hatto munosabat ta'sir etkazib ham qolmay, oilaning buzilishiga elib boradigan ahvollarni kelib chiqig'liq jamiyatimizda. Buni bir o'rnak bersak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor. Sa'd roziyallohu anhu to'g'risida bayon qilingan. Bu hadis Buxoriyda rivoyat qilingan hadis. Sahabalar Saidninki kullishidan ta'jublanib o'tamsizlar.
men onundan bekroq kullamchi. Allah mendan bekroq kullamchi degan bir mazmundagi bir hadisi var. Endi bu hadisninki ma'nosiga yoki umum tushunchasiga qaragan vaqtimizda ayolini qaysi darajada kullisi bo'ladi? Amaliyotda bu savolga hozir o'qilgan hadisning o'zi javob berib bo'ldi. Hadisda bizning diqqatimizni tortadigan bir inchki nuqtalar bor. Hadis 3 mazmundan so'raladi. Birisi ata'ajabuna min g'ayrati sa'at. Sa'atninki kullishidan hayron qolamsizlar. Degini Rasulullohninki. Boshqalar ayolni shundami kullaydi ekan, nima deb kullaydi degan ifodasiga qarta bergan inkasi. Ya'ni islomda kullash bor. Xo'sh. Bu to'g'riliq sal turib to'xtalamiz. Ammo hadisning inchki nuqtalarini men avval davolay. Ya'ni Rasululloh mushu bilakdan kullashninki ayol o'tirisida cho'qim bo'ladiganligi. Bu kullash qandaqdir bir eski qo'yilmasdi. Kishining va yoki ayol kishininki qarshi tarafga bo'lgan vafosi, sevgisi, mas'uliyatchanligining ifodasi. Bu nuqtani ifodalaydi hadisning bu qismi. Endi sizlar degandek buning oshirib yoki faqat kullamay tashlab o'tib masalasini qildigan bir taraflar bo'ldi. Odatda normalda ulamolar, psixologiya ulamolari har qanday bir ishni 3 ga bo'ladi. 90% normal holat. Ustida 5% haddidan eshib ketgan holat va tuanda 5% normaldan tuan holat debchi. Bunun ichidagi 90% holati normal holat. Yani har qanday ish shunda. Biz mayli yaxshi yomon degan har qanday ish normal bo'lib qolsa, bu maqbul. Ama eshib ketgan tarafi bizda mardud, ya'ni rad qilinadi va tuandan tushib ketgan tarafi mo ham rad qilinadi. Hadis nima deyotdi? Sa'da kullishi kerak. Yani her bir Müslüman o'zining ayolini, her bir ayol o'zining erini qana qilish kerak, kullishi kerak. Chunki bu mas'uliyat, sevgi va ifodasi. Ammo bu haddidan oshmaslik kerak. Ki Allohning Rasuli belgilagan doirada bo'lish kerak. Oxirdagi ifoda men sa'didan bekroq kullayman. Allah mendan bekroq kullaydi degani bizning Allohning Rasulining ko'rsatgan ko'rsatmasi buning asos. Kulladim deb bir odam o'zining tabiatiga qarablam haddan oshib solmaydi. Ya men degan to'g'ri tushundigan odamda ayolga yomon hurmat qildim deb butunlay mas'uliyatsizlik qilsin bo'lmaydi. Ya'ni masalan ayolidan hech qanday bir g'ayri ifoda ko'rolmadi yoki erdan hech qanday bir g'ayri ifoda ko'rolmadi. Hech qanday dalil fakt yo'q. Normal turmushda shaytonning vasvasasiga kirib, mayli er tarafdan bo'lsin yoki ayol tarafdan bo'lsin, gumoniy shaklda turmushning huzurini buzish, qarshi tarafning huzurini buzish bu dal to'g'ri bo'lmagan shakl. Ya'ni haddan oshgan kullash. Ammo bir ifoda chiqib qoldi. Sirtdan kirsa ayoli telefonda paranglashib ishdan kirgandan ko'p taqib oldi mesela. Yoki telefonning usullaridan g'ayri normal bo'lgan usullar ko'rilib qoldi. Bu vaqtda va yoq men degan to'g'ri tushunma degan shaklda qo'yib o'tish, buni biz deyuzlik deymiz normalda. Bu mas'uliyatsizlik bu. Yani delil pakitsiz kullashning o'zi haddidan oshganlik bo'lsa, delil pakit bo'lgan ahvol ostidimi? Sukut qilish. Ya'ni sukut qilish, buni misol qarash, bu nima? Mas'uliyatsizlik. Boshqa ish normal, mo'tadil shaklda bo'lish kerak. Delil pakit bilan er kishi o'zining mas'uliyatini tonishi kerak, sevgisini ifodalash kerak. Ayol kishimi shu, delil pakit bo'lmagan vaqtda ayolning huzurini buzadigan yoki qarshi taraf bir-birisining huzurini buzadigan, noto'g'ri gumonlar bilan bir-birisini kullaydigan ahvolni bo'lmaslik kerak. Hadis intayin qisqa iboda bilan bizga hamma narsani deb berdi. Sizlar Sa'dining kundashligidan qanaqa vatamsizlar? Hayron qol. Ya'ni kundusi kullishi kerak, er kishi ayolini kullashi kerak. Ammo bu o'lcham bo'lish kerakki, men uningdan bekroq kullaydigini, Alloh
bende mi bekrak külleydin? Yani bir yerde külleş meselesi de ölçem neymi olsa Allah'ın Resulü'nün nimesi ölçem. Ama insan onun şahsi micaziga. İnsanın micazi her xil. Bazı eski micazlar kuruldu. Davamlı hadidin aşırıp küllep bir külleymen deplam ayarını günü dumbalaydıgan yoki qarlaydıgan onun kalbini azar verdigan ahvallar var. Yoki bazı yumuşak başuludu. Şuncha ishlab bilanmi? Şuncha delil isbot ko'rinib tursinmi? Şuncha ifodalar o'tirdi aniq tursinmi? Yana ishni normal o'yinning ishini o'chib qo'yib o'tadigan. Yani ayoliga favqulodda yo'lni qo'yib o'tadigan manda bir holat shakllanib qolsa, bu normaldan tuvan yoki normaldan yuqori holatdir. Hatto hayotimizda amaliy o'rnaklardan qashimizga bizga yaqin keladigan tonish bilishlarning ayollarining shikoyat qilib kelgan ahvollari bor. Nima desa, meni kulmaydi deydi. Men ayolning gapi, har kishining gapi emas, meni kulmaydi. Men bir sinoq yuzidan bir shaharga safarga chiqman desam, yaxshi deb yo'l sap qo'ydi deydi. O seferde neçə gün turib bolğandan keyin kim bilen emas. Ya o çatıq yo'q. Yani onu neçə gün turib bolğandan keyin yana sınaq bir oy kel men seni bir sığındım. Nimdep nerede yürüyse demdikin dep men yana azraq turib kelay desem tamam o zaman men sana pul avatib beray obda oynab kel deydi. Bu meni yaxshi ko'rmamdi nima deb erining yaxshi ko'radigan kömelgan gumonlanib shikoyat qilganlar. Yani külleş, ayol oturudaki külleş o'zaro muhabbatning ifodasi, sevgining ifodasi, vafoning ifodasi. Yani küllash ayol o'rtasida normal islomiy ko'rsatma bo'yicha oshirib o'tmaslik va normaldan tushirib o'tmaslik. Yani hadisning bizga ifodalayotgan narsa bu. Allah razı olsun. Hani biz ayollarninki bu o'rtaq bir huquq, eng oxirgi bu ayollarninki erler ustidagi huquqlardan er ayol orasidagi sirlarni yaymaslik to'g'risidagi huquq. Bu vaqt Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki naq mashaqat kelgan bir hadisi var. Qiyomat kuni Allohning huzurida eng yomon hisoblanadigan kishilar ayolning sirini oshkorlagan er va erining sirini oshkorlagan ayol. İslamiy axloqda er ayol orasidagi munosabat saqlanishi lozim deb qaraymiz. Bu tabii shunda bo'lishi kerak. Endi buni qanday tushunamiz endi? Yuqorqi hadisga asoslangan vaqtida. Bizde ademilik deydigan bir söz var. Yani insanga layık halatdan o'tib ketgan vaqtda bunun ademilik yo'qoldi. Ademilik yo'q deymiz mesela. İnsan rastçıl olsa bunun ademilik var deymiz. Ahdiga vafo qilsa bunun ademilik var deymiz. Yani sağlam adam olsa ademilik. Ama aks taqdirda bunun ademiliki yo'q deymiz endi. Endi şu ademilikning yo'qolganligining bir ifodasi kishininki aminatda ayolini rasvo qilgani emas, o'zini rasvo qilgani. Yani ayol o'tirdiki, maxfiyatchilikni o'tirg'i chiqargani. Bu aminat o'zini rasvo qilgani. Hayada bir narsa var. Hadiste hayani imanın qatarıdır deydi. Bu ayollik münasebeti Sure Nisa'nın 21. ayetinde nimde tasvirleniyordu dese. Nayeti mustahkem va'di bilen ve keyfe ta'khudunahu ve kad afta ba'dukum ila ba'd ve akhadna minkum mithaqan ghalidha. Yani en tayin mustahkem va'di birishib o'zaro birisiga. Mustahkem ahdi misaq bilan üzüne karşı tarafki ecivetti deganlik o. İnsan ayolidan başka adamga vela u atanisi olib ketsin. Ayol eridan başka har qanday adamga ochmaydigan ichki dunyosini shu ahdi va'diga asosan birisiga ochdi. Uning bilmaydigan yeri qolmaydi, bilmaydigan siri qolmaydi, deyishmagan gap so'z uning maxfiyatchiligi qolmaydi endi. Bunun içilişinin bunda şekilde karşı tarafki içivetişinin birinci kademini ne etti? Ahdi vaad etti. Yani vaadülen açkan o. Şu nikahının birinci günüsteki ben bunu aldım. Karşı tarafının ben onunla tagdim degini birimizge toluk ahdi vaadi biriştik. Biz bu Kur'an'ın içine kirimiz. Birimizden yuşurduğun hiç kadar neresi kalmaydı. İçki dünyalarının hemen birimizge açımız. İkkilen bir-birimizga degan bir va'dadan iborat. Bu yerga bu xil shuncha mustahkam va'dalar kirib bo'lgandan keyin mayli yoki ayol bu oila ichidagi
bu mustahkam va'da bilan qo'rshalgan bu qurg'on ishidagi ba'zi ishlarni, maxfiyatchiliklarni, sirlarni o'tirib chiqib o'tish bu ayol kishining yoki er kishining normal sirni aytish emas. Bu birinchi qadamda va'daga vafo qilmaslik, ahdini buzish, ya'ni munofiqlik bu, aniqroq degan vaqt. Bu ayollik aloqa bir muqaddas aloqa. Bu muqaddas aloqani bu xil odamiylikninki yo'qolishi bilan odamiylikning yo'qolgan bir buzib o'tishga bo'lmaydi. Ya'ni bunda odamda biz normalda odamiylik yo'qolgan odam deymiz. Ya'ni buning odamiyligi nima bo'lsa, bu qadar mustahkam va'da bilan kirgan bu qur'onning ichidagi maxfiyatchilikni sirqa chiqmaydi aslida. Buningga boshqa ismni qo'yishmoqchisiz, shu odamiyligi yo'qolgan. Bundan boshqa buningga atalib qo'yishmi menga toza to'g'ri emas. Allah razı olsun. Bu haqlarninki yani biri ayolning taqat etmaydigan ishga buyurilmasligi to'g'risida, ya'ni er tarafidan buyurilgan ish ayol kishi qila oladigan ish bo'lishi kerak. Ya'ni er ayolni bir ishga buyursa qanday qilganda kuchi yetgan ishga buyurgan bo'ldi dinimizda. Endi yana bu savolga qarata beriladigan javob men shu suhbatimiz jarayonida mayli bevosita bu temaga munosabatli shaklda deyilmasa boshqa shaklda deyilib bo'ldi. Ya'ni er ayol birisi-birisini tushunishi. Endi buyruq qo'ymak oson. Savol so'roq qilib hisob olmoq texmi oson. Ammo sening shu bergan buyruqing aqlga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Onun imkoniyatiga to'g'ri kelamdi kamimda, mayli vaqt jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin, sen buyurgan shu ishlarni qila olamdi yoki qana qilamamdi, qilamamdi. Bu bir nuqta. Dana er kishi ayolidan yuz bergan nurg'un narsalarga ko'z yumadi amaliyotda. 10ning 9'unu o'tib o'tib, birdan hisob oladi. Hisobotni birdan qiladi. Birdan olgan hisobotni tarbiya, eskartma, agahlandırma şekilde qana qiladi, oladi amaliyotda. Bu haliqi er ayol o'tirdiki bu o'rtaq turmushda bu qadar ko'p yuklarni ayolning ustiga otib qo'ygandan keyin bundan egri hisobot elish er ayol o'tirda nima qiladi? Yomon ko'rishni keltirib chiqaradi. Endi bunda bir bu ba'zilar o'zining haliqi shu xil ifodasini aqlab buning xatoligiga men eskartishadi. Men buni tanqid qildim, tanqidni qabul qilish kerak deydi. Bunda bir qoidamiz var. Tanqiddan cho'ng hech kim yo'q. Tanqid qilishdan kichik hech kim yo'q. Ya'ni har qanday odam tanqidga uchraydi. Kim bo'lib kelsin va har qanday odam tanqid qila oladi. Ammo bu yerda muhim bo'lgan narsa nima? Desa, tanqidni qarshi tarafni yetildiradigan bir cheniqish xarakteridan oshib o'tmaslik. Ya'ni uning qalbiga azab beradigan, mayli ayol kishiga qilgan tanqid olsun. Turmushda ikki tarafdan bir-biriga tanqid chiqadi. Ba'zida ayol kishi kishidan nurg'un narsalarni talab qilib, sen uni qilmading, buni qilmading, yoki men palondek bo'lamadim degan shaklda kishini tanqid qiladi. Ba'zida kishi ayol kishini sen ayolda uni qilmading, buni qilmading, sen ani qilmabsan, mani qilmabsan degandek tanqid qiladi. Bu tanqid qarshi tarafning qalbiga azor beradigan shaklda xarakterda emas, balki qarshi tarafning xatoligini tafakkur o'ylanish orqali o'zini yetildirish, yuksaltirishga mas'uladigan, ya'ni yetishtirishni, tarbiyalash xarakterdagi tanqid qilishga alohida qana qilish kerak, diqqat qilish kerak. Ya'ni tanqid qurib chiqadigan tanqid olsunki, yiqadigan tanqid olmasin. Ya'ni ayol her birisi yeni bir tarafını tanqid qilgan vaqtida mushu nuqtaga diqqat qilish kerak. Men hozir buni ayiblasam, bu ayiblashim orqali masala yaxshilik tarafiga qarab ma'amdu, chunki biladi uning mijozini, o'zining mijozini biladi, o'zining ishlatayotgan lahjasini biladi, qarshi tarafninki mijoz uni qabul qilish qanchalik imkoniyati va uni biladi. Mushlarni oldi keyin o'ylab, men hozir qilgan tanqid masalani yaxshilamdi yoki masalani yomonlashtiramdi. Yaxshilasa qilay, chunki biz mushunga ehtiyojliq. Hech kim o'zining xatoligini bilmaydi. Hammadan o'zining qilgan ishlarini to'g'ri qildim deb qiladi. Bunga hammadan ehtiyojliq. Bu xil tanqid bizni yuksaltirdi, taraqqiy qildirdi. Agar u qilayotgan tanqidi qarshi tarafni
tushiradigan, xarakteriga ko'p qilib qarish taraf uningga eg'ir tep ko'radigan, eg'ir inkas bildiradigan, ya'ni masala eg'irlashib qolib qolsa, buni darhol qanaqa qilish kerak, to'xtab o'tish kerak. Ya'ni xulosasi mayli ayol kishiga qarata, ayol kishi erga qarata ortadigan yuk mas'uliyatlar, ya'ni qila oladigan doirada bo'lish kerak. Taqit yetgan mustartida bir şey talab qilmas. Qarshi tarafdan sen talab qilayotgan bu narsaga taqit yetmaydigan bir holatni ko'rgan vaqtingda, uni sen bir harajga tushirib qo'ymasliging uchun masalada sen insof qilish kerak yani. Garchi sen talab qilish haqqing bor hozir. Mayli er kishi ayol kishini talab qilgan masala olsun yoki ayol kishi er kishini talab qilgan masala olsun, davatganing haq, sening haqqing, talab qilish huquqing bor, ammo qarshi taraf qilolmaydi buni sen bilsa uni. Bunda ahvol ostida sen o'sha haqqingni saqlab qolasan. Bu orqali Alloh subhanahu va taoloning ajri bersa, chunki sen o'zingning haqqidan tushding, qarshi tarafni harajga tushmaslik uchun. Bu sabr qilgan qatorida ajr kelishadigan bir ish. Allah razı olsun ustaz. Biz şunu bilan bugun oxirgi suhbatimizda sizga Allohdan rahmat va barakat tilaymiz. Allah razı olsun. Hurmatli qarindoshlar, biz bu bugungi programmamizning oxirlashtirishdan burun hozirga qadar ayollarning erleri ustidagi haqlariga aloqador bo'lgan 6 masalada to'xtalib o'tdik. Nafaqa, yaxshi muomala qilinish, erning ayoliga Allohni to'ntish, erning ayoli uchun zinatlanish, kunlash, er ayol orasidagi sirlarni yaymaslikdan iborat. Mana shu 6 nuqtada to'xtalib o'tgan bo'ldik. Buni ayni vaqtda bu haqlarga amal qilish erlarning ustiga vojib bo'ladi va ayollarning bu haqni bilishi lozim bo'ladi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Alloh xolisa biz kelar qitimqi darsimizda erlarning ayollari ustidagi haqlar ustida to'xtalamiz. Alloh taoladan bu suhbatimizni hammamizga manfaatli qilib berishini tilash bilan birga sizlarni Allohga topshirdim. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.